Alloh har bitta mahsulotni bejizga yaratmagan uchun, har bitta ne'matini insonlar uchun, Albatta. 7 xil giyohni birlashtirding, umid shifo deb nom qo'yding. Ham umid bor, ham shifo bor. Inshaalloh. Baraka top. Bu nima uchun, kimlar uchun aytasan, kelib, olib, ichib, seni duo qilsin. Va yana senga shunday kuch bersinki, Xudoyim taolo yana yangilik qilishda charchama. Xudo xolasa, birinchi navbatda ko'ngilni davolaymiz azizlar. Qand kasalligidan zeriktirdimi odam? Mana shu dorixonalarda ham tilga olmaydigan qand uchun bir chetda qolib ketadigan giyohlarni, eng asosiy giyohlarni biz birlashtirdik. Mana shuni ichganimizda butun tanamizdagi jamiki qand suv bo'lib chiqib ketsin ilohim. Bu qand kasalliklarida, ayniqsa qoni qo'yiqlarda, yuragida muammosi borlar uchun bu juda zo'r narsa. Sahr bilan, qand kasalligi bilan qiynalib yurganlar buni olib ichib ko'ring, davosini ko'ring. Bir osh qoshiq mana bu holatda shuni damlanadi yoki-da 2 osh qoshiq. Bu qo'lingdagi achchiq qovun deydi. Qandli diabetda eng zo'r ish beradigan narsa mana shu bo'ladi. Achchiq qovun bo'ladi. Buni termizga damlab qo'yib kun davomida ichib yurganda odam maza qiladi. 7 xil giyohni birlashtirib umid shifo deb nom qo'ydik. Buni olib ichib, sahrni unutib maza qilib yursin, Umidjon. Buni rangini ham qarang. Buni ichganda metabolizm yaxshilanadi. Eng muhimi shiraga bo'lgan chanqoq kamayadi. Albatta. Insulin rezistentligida, qand miqdoridan oshib ketganda, ana shu ichki shamollashlarida mana shuni 1 litrga damlab, hammasi o'zida ko'rsatilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi qanday bo'libdi? Ta'mi qanaqa deganlar uchun o'zi aslida buni damlanadi. Kamida bir yarim soat turadi. Turgandan keyin kun davomida choy o'rniga ichiladi. Qanday ichish kerakligini, kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas, hammasini batafsil yozdik. Inshaalloh harakatdamiz. Bularni juda chiroyli qilib, har bitta qadoqda 1 kilo 50 grammdan qilib mana bunday holatda taqladik. Inshaalloh buni olib borib ichib, foydasini ko'rib, dori-darmondan sal uzoqroq yursin, chiroyli shaklda do'lanalari bilan taqlading ham uchun baraka top, harakat qilasan doim. Shuning uchun seni podpischiklaring yaxshi ko'radi. Eng muhimini aytaman, meni xursand qilgan joy. Diabet kasalliklarida semizlik ko'p holatda kuzatiladi-da, yog'larni zo'r eritadi. Yog'lar zo'r eritadi, xolesterollarni ham zo'r eritib beradi. Albatta, yurak quvvatlaydi, qon tomirini mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi. Mana shu tabiatdan bahramand bo'lib qolish uchun tashriflarni kutamiz. Bizlar faqat tabiiylikka chaqiramiz. Mana shu yerda 100 ta idishda kelgan bo'lsam uchun bu degani bilasanmi? 100 xil 100 ta odam mana bu dardidan qutuldi degani. 100 ta odamning oilasida 5 kishidan bo'lganda 500 ta inson bu dardsiz yashaydi degani. 100 ta odam tabib degani ham yoniga. Inshaalloh. Har bitta podpischigini, har bitta kelayotgan insonlarda o'zini tabibga aylantirmagancha qo'ymaymiz. Xudo xolasa. Azizlar, salomatlik ulkan boylik. Uni asrash siz va bizni qo'limizda, Xudo xolasa. Bularda narxlarini ham opsiyada chiroyli qilib yozamiz. Videolarni kuzatib boring. Faqat yangilikda inshaalloh bu Master Sug'urta magazin Qatortol optik bozorida qiladi. Bilasan ham uchun. Kayfiyatni bir deganda ko'tarib yordida. Bu zo'r narsa, haqiqatan tabiiy narsa, hammaga yoqadi. Bularda turish shunaqa juda chiroyli qilib taqlangan, baraka topsin, akkuratni nemetskiy peshovoy idishlarda bemalol ko'ngilni xotirjam qilib, viloyatlar bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Inshaalloh borganda bularni ichib, yana sani bizni haqqimizga duo qilsin. Endi sahrdan qutulamiz, Xudo xolasa. Inshaalloh sekin astalik bilan tabiiy narsalarga o'tgan sari ko'p kasalliklarni yengib inshaalloh o'tamiz. Sizning yuragingiz bu bizning yuragimiz azizlar. Baraka top.